Y2 yog'idan bemalol o'tkazaveringlar, chunki bu BYD Y2 borlar uchun bitta video. Bagajni ochgan. Bagajida Y2 larni olib kelib podsvetka bo'lmaydi. Biz unga podsvetka qo'yib berdik. Ya'ni mana ikkita chetida yonadi. Chiroyli bo'lib turadi. Yog'ida ham bor, yog'ida ham bor. Tiniq bo'lib turadi. Hozir buni ishlashini bitta ko'rsataman. Tak, yopgan. Boygina mana bagajni o'zi bo'lsa, qo'lni ochdi. Bagaj ochganingizda ham qop-qorong'i bo'lib turadi. Knopkani bosinglar. Mana uni qarang. Mashina yonadigan bo'ladi. Zavod bo'lib chiqqan. Yana bitta fishkasi, buni bardacho'giga ham ustinovka qilib beramiz bu narsani. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bardacho'gda bilasizlar, mana bitta podsvetkasi yo'q. Bunga podsvetka zavod qilib qo'yib berilgan naryob. Yopsanglar o'chadi, qaranglar. O'chdi. Cho'tki bo'ladi. Akalar, xudo xolisa bunga polniy salonlarni olib kelamiz, podsvetkalarni tez orada buni ham arzon qilamiz. Keyin bunga slipoy zona qo'yilgan. Mana tamda o'tgan. Hop, narxlari keladigan bo'lsa, slipoy 150 dollar uстановkalari bilan birga, polniy podsvetkalarimizni ham qo'yib berish 1 million 200 ming so'm, ya'ni 100 dollar uchadi. Bardacho, mana yonadigan bo'ladi va bagajnikdagi bo'ladi. Qisqasi, salon podsvetkalari endi keladi. Hozir IPC eng balanddan zakaz qilamiz. IPC baland degani svetodiod sochniy va chiroyli effekt beradi. Bagaj olib ko'rib, ko'rinishlik o'zingizga baho berasizlar. Zavod bo'lib chiqdi.